Ha, dastlab ko'chadagi domda 4-chi etaj. Patalog'i bitdi mana. Ancha bo'ldi bitganiga. Videoga olish ham esdan chiqib qolgan. Mana eshiklarni ham o'rnatib qo'ydik. Mana eshikni ham o'rnatib qo'yganmiz. Patalog'larni qilib qo'yganmiz. Balkonlarni ham qilib qo'yganmiz. Gips. Eshiklarni ham o'rnatib qo'ydik. Ha, tem splashni qilib qo'ydik. Ha, plastik qilib qo'ydik. Ha, balkon. Endi fasadga tunuka fonni boshladik. Olti etajli esa tikib olgan.